Ushbu loyiha Turonbay hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Minchiron mahalla fuqarolar yig'ini 373-konturda jami 16 ta dehqon xo'jaligi bo'lingan 4-6 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi tarvuz. Bu yerdagi ekilgan zamonaviy usullar bilan parallel ishlanmoqda. Hozirda ekinlarning holati juda yaxshi. Xudo xolasa 121 kun davom etadi pishish jarayoni. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi, tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada jami 16 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Loyihaning samaradorligini oshirish maqsadida Lider tadbirkor Turon yerlari MChJ biriktirilgan. Ushbu yer maydonidan jami kutilayotgan hosil 180 tonna hosil yig'ib olishi kutilmoqda. Har bir dehqon xo'jaligi daromadi o'rtacha aytganda 41 million, 45 million so'mga to'g'ri kelyapti. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekin ham yuqori daromadli ekin ekish turlari rejalashtirilgan. Dehqon xo'jaligi daromadlarini yanada oshirish maqsadlari qo'yilgan.